Shu yerda bitta stories olib olaylik. Jonkalarim, mana toychalarim, sizlar uchun ajoyib yengil lokatsiya topdim. Bemalol kelib, piknik qilib, musorlarni tashlab ketishinglar mumkin. Endi storiesga ham joylab qo'yamiz. Nega kачество yo'q, ha? Nimaga men olgan videolar hammasi xira chiqaveradi? Ishdan ham chaqirishyapti. Yo'q, точно telefonni o'zgartirishim kerak. Qara, hammasini zo'r olganman. Chiroyli kadr bo'lgan, rakurs chiroyli. Nega kачество yo'q? Ko'pchilik odamlar olayotgan rasm yoki videoni sifati faqatgina kameraga bog'liq deb o'ylashadi. Ammo rostdan ham shundaymi? Men qayerdan bilaman? Kimga gapiryapsan? Aslida kamera faqatgina instrument. Sizning kontentingizning sifatiga bir nechta omillar bog'liq va ularning asosiysi bu yorug'lik. Hammaga salom, men Islom Mirzayev va men DIG bilan tanishuvchiman va ushbu darsimizda biz mana shunday oddiy tasvirdan mana bunday qimmatbaho vizual yaratishni o'rganamiz. Aynan shu narsa kerak edi. Qani ketdik. DIG Digital Investment Group. DIG bu ijodiy insonlar jamlamasi bo'lib, uning maqsadi raqamli kontent yaratish va targ'ib qilishdir. 2019-yildan biz kompaniyalarga taniqli bo'lishga, savdoni oshirishga va raqamli muhitda kuchli brend yaratishga yordam beramiz. Bu vaqt ichida biz Murad Buildings, Akai City, Samsung, Honor, Akfa va boshqa ko'plab yirik brendlar bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qildik. O'z bilim va tajribamizni yig'gan holda biz kelajakka hissamizni qo'shishni boshladik. DIG Akademiyasi bu imkoniyatlar hududi. 2022-yilda biz DIG Akademiyasini ishga tushirdik. Bu ta'lim platformasi bo'lib, unda odamlarni sifatli raqamli kontent yaratish va o'z mahoratini daromadga aylantirishga o'rgatamiz. Bugungi kunda mintaqadagi eng yirik mobilografiya akademiyalaridan biri hisoblanadi. 2000 dan ortiq o'quvchi bizga ishonch bildirdi va bizning kurslarimizni tamomladi. O'quvchilarimizni hayotini o'zgartirishga va daromadlarni yuqori darajada chiqarishga sababchi bo'ldik. Bunga yaqqol misol, Ruxsora akademiyaga malakasini oshirish uchun keldi. Kursdan bitirgach, u mobilografiya ko'nikmalaridan foydalangan holda yuqori daromadga chiqib avtomobil sotib oldi va hozirda uning daromadi 3000 AQSh dollarini tashkil qiladi. Sitora o'zini sevimli ishini topishni xohlab, bizning akademiyaga o'qishga keldi. Bugungi kunda u mobilografiya tufayli Monza avtomobilini sotib oldi va uning daromadi 1,5 ming AQSh dollardan yuqori. Sunnat kontent yaratish sohasida professional bo'lishni orzu qilar edi. Hozir u beauty sohasida eng talabgor mobilografdan biri. Uning doimiy daromadi esa 3000 AQSh dollardan ortiq. Bu faqatgina 3 ta hikoya. Yuzlab muvaffaqiyatli insonlar orzularini DIG bilan ro'yobga chiqardi. DIG bu sizni raqamli olam yulduziga aylantiradigan kalit. Bu siz kutgan imkoniyat. Qo'shiling, o'rganing, daromad oling. Rasmdagi inson bu Thomas Edison va u 19-asrda yorug'lik lampasini ixtiro qiladi va keyinchalik esa an'anaviy LED lampalar va turli xil chiroq manbalari paydo bo'ladi. Avvaliga kino industriyasida faqatgina kunduzgi vaqtda suratga olishar edi. Keyinchalik esa projektorlar qo'llanila boshlandi. Hozirgi kunda esa studiyaning professional LED chiroqlari bilan qo'llanilib kelmoqda. Yorug'lik nafaqat rasm yoki videoda qo'llaniladigan instrumentdir, balki butun hayotimiz asosidir. Qisqacha gapirganimizda, yaxshi chiroq manbai bizda bo'lmasa, hattoki eng qimmatbaho kamerada ham yaxshi kadr chiqarishingiz qiyindir. Вообще qiyin ekan, u chiroq qo'yish, o'rganish. Yo'q, boshida qiyin shunaqa tuyulishi mumkin, no aslida juda ham oddiy narsa. Главное, shoshilmasdan qadamma-qadam o'zlashtirishni boshlasang, birinchi natijani tez orada ko'rishing mumkin. Senga esa bu natijani ko'rish uchun DIG Akademiyasining jamoa vakili Aziz yordam beradi. Rahmat. Temur, qarang, yaxshi svet qo'yish uchun bizda har xil istochnik sveta bor, ya'ni chiroq manbaylari. Buni ishlatish uchun bizda masalan bizning misolimizda bizning xonamizga 3 ta o'sha chiroq manbai ishlatamiz. Birinchisi, keling siz menga o'tirib oling, men sizga hammasini tushuntirib o'taman. Va birinchisi bizda bu Amaran. То есть Amaran 300C. Bunga bizni softbox taqqanmiz, ya'ni bu box deyiladi, avtobox deyiladi, softbox dumalovi.
Buni o'rniga, masalan, buni biz hozir risuychi qilib ishlatamiz, ya'ni chizuvchi svet qilib ishlatamiz. Buni o'rniga sizlar uyda, masalan, kimlardadir kalsiyev lampa bo'ladi, yoki kimlardadir kalsiyev lampa o'rniga kvadratli lampa bo'lishi mumkin, yoki masalan, boshqa chiroqlar bo'lsa ham ishlatsanglar bo'ladi buni o'rniga. То есть bu svetni biz har doim odam yuzidan 45 gradus qo'yamiz. Ya'ni liba o'ng tarafiga qo'yamiz yoki chap tarafiga qo'yamiz. Keyin buni yoqib olamiz. Bu svetni biz ozgina teparoq ko'taramiz. Ozgina orqaroqdan qo'yaman, чтобы mana yuziga уже здесь qotdi. Ya'ni biz hozir telefonda men sizlarga qo'yib ko'rsataman. Olayotganimizda bizada expositsiya degan narsa bor. O'sha expositsiyani ozgina tushiramiz va videoga olamiz. То есть ko'ryapsizlar, bu chizuvchi svetimiz bizlarga modelimizni yarim yuzini chizib beryapti. Hozir bizda dejurniy svetlar yoquvli bo'lganligi hamma joy oppoq. O'shaning uchun hozir biz dejurniy svetlarni полностью o'chiramiz. Keyingisi, dejurniy svet bizda o'chdi, уже bu yerda hamma svet o'chganiga уже bizani odamimiz отдельно выделяться qilib turibdi. Endi bunga biz ikkinchi svetimizni ishlatamiz. Ya'ni ikkinchi svetimiz bizda kontravoy deyiladi. Kontravoy svetimizni bizda har doim orqa qismidan qo'yamiz. Orqa qismidan qo'yganimiz sababi bu, то есть masalan, deylik, рисующий свет bizda model hisobini aytaman. O'ng tarafini chizib beryapti. O'ng tarafi chizib bergani uchun bizda mana bu chap tarafi ozgina qorong'u bo'lib qoladi. O'sha qorong'u bo'lmasligi uchun va fondan ajratib berish uchun biz har doim kontravoy svet berishimiz kerak. Bu kontravoy svetni masalan deylik, qanaqadir kichkinagina lampachalar yoki masalan даже uydagi turadigan lampalarni yoqib turib kontur ushlab tursanglar bo'ladi. Bu обязательно mana katta apparatura bo'lishi shart emas. Keyingisi kontravoy svetni, masalan biz рисующий svetni o'ng tarafdan bergan bo'lsak, kontravoy svetni biz chap tarafdan orqasidan beramiz. Agar рисующий svetni biz chap tarafidan bergan bo'lsak, kontravoyni biz orqasidan beramiz. Tushundingmi, Timur? Bo'ldi. Xo'p, keyingisi uchinchisi bizda nalight. Bu nalightimiz bizga fonga qo'yish uchun, ya'ni biz kadrimizni orqa tarafi ozgina to'mroq bo'lib qoldi. O'shaning uchun buni yoritish uchun biz nalightni, ya'ni palkani, RGB palkani yoqamiz. Bu o'zingizga moslab rangini qo'yib olsanglar bo'ladi. Men mana shu ko'k rangni tanladim. Buni masalan orqasidan bu yerga berib qo'ysak bo'ladi. Ozgina rangini ko'paytiramiz. Bunaqa lampalarni nima qatda topsam bo'ladi? Xo'p, bunaqa lampalarni, то есть bu ozgina qimmat lampa, Timur. Buni o'rniga siz byudjetniroq RGB olsangiz bo'ladi. Buni har xil xozmaklarda sotadi. RGB uzunchoq panelcha bo'ladi. То есть buni o'rniga o'shani ishlatsangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir LED panellar bor. То есть o'shalarni ham ishlatsangiz bo'ladi. Arzon turib ko'pincha ishlatiladi. Da, o'sha, xuddi o'sha. Tushunarli. Bu ham xuddi o'sha vazifani bajaradi. No, то есть bu ozgina undan qimmatroq bo'ladi. Ularni narxi qanaqa? Qaysilarning narxi? O'sha ko'kniki byudjetnilar narxi где-то xozmaklarda agar adashmasam bir 60 ming, 50 ming, то есть mana shunaqa atrofida olsangiz bo'ladi. То есть mana 1 metrcha bo'ladi. Mana shunaqa sotadi отдельно. Qizil rangi, ko'k rangi, mana shunaqa har xil rangdan sotadi. O'sha yerdan bitta-bitta olib ishlatsangiz bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, keyingisi bizda hozir bitta kadr qilib ko'rsataman sizlarga. Уже bu yerda ozgina уже boshqacharoq bizda kadr bo'ldi. Timur, bitta menga qaraysiz. Voy, model bo'laman. Model bo'lasiz hozir. Xo'p, bu yerda mana ekspozitsiya bizda mana 00 da turadi sizlarda. 00 da bo'lgani uchun ko'rasizlar ozgina kadrimizni sal xiraroq. Buni prям kontrastni qilish uchun biz ekspozitsiyani ozgina tushiramiz. Men 07 qildim. 01 qilsak ham bo'ladi. Men 07 da qoldiraman. To'z 07 bizani modelimizni qaranglar. Chap tarafidan mana chap tarafidan ko'rasizlar рисующий свет, ya'ni chizib beryapti yuzni полностью. O'ng tarafi orqasidan, то есть orqasidan bizda orqadagi контрольный свет tushyapti. Ya'ni bizga orqa tarafini полностью chizib beryapti.
И fonga mana oyna tarafiga men ko'k rang qo'ydim. Ya'ni biz tashqaridan чтобы atmosfera bo'lib turishi uchun ko'k rangni ishlatdim. И bizga oxirgisi chiroqchi. Buni yoqib qo'ysak, bu yanada ko'proq atmosfera beradi. To'ldiruvchi bo'lib turar ekanda. Da, bu уже ozgina mana kadrimizni qop-qora bo'lib qolgan joylarini ozgina to'ldirib beradi. Tushundingmi? Endi yana bitta olib, men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana kadr ko'rasizlar, уже bizda boshqacha. Ya'ni birinchi kadrimiz bizda boshqacha edi, u уже bu undan 100 barobar yaxshiroq desa ham bo'ladi. Nima deysiz, Timur? Zo'r. Fonarikni ham ishlatsa bo'ladimi bularni o'rniga? Tak, fonarikni ishlatsangiz bo'ladi, no telefonni o'zining vspышкасы yetmaydi kuchi. Masalan, uyda bo'lardan oldin dodam zamonda fonariklar o'sha berardim, svet o'chib qolgan paytda. O'sha fonariklarni ishlatsangiz bo'ladi bu lampani o'rniga. Yoki u fonariklar agar masalan quvvati kuchli bo'lsa, u fonarikni kontrol qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni orqadan ishlatsangiz bo'ladi, bemalol. Rahmat. Darslaringiz juda ham foydali bo'ldi. Endi kadrlarim juda ham ajoyib chiqadi. Ishonaman sizga. Rahmat. Bosing. Ushbu darsimizni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz ijtimoiy tarmoqlarga yo'naltirilgan kontent yaratishga qiziqyapsiz. Bu qiziqishingizni maqsadi har xil bo'lishi mumkin. Birinchi toifadagi odamlar bu sohani kasb deb ko'rib, bu orqasidan daromad qilishmoqchi. Ikkinchi toifadagi odamlar o'z biznesiga ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlar oqimini yaratmoqchidir. Mana bizning akademiyamiz deyarli 3 yil ichida minglab odamlarni ijtimoiy tarmoqlarga yo'naltirilgan mobilografiya sohasini o'zlashtirib, daromadga chiqishiga yordam berib kelyapmiz. Mobilografiya, ya'ni telefon yordamida kontent yaratish sohasida siz o'z kuchingiz bilan internet orqali, YouTube orqali berilayotgan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirib, bu soha vakili bo'lishingiz mumkin. Hozirgi kunda internet bizga cheksiz imkoniyatlar yaratib bermoqda. Ammo bu yo'nalishda olinayotgan tajriba juda ham muhimdir. Bu tajribani siz yillab orttirishingiz mumkin yoki bizning akademiyamizga o'xshay kelib, yillar davomida olingan bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirib, juda ham kuchli mutaxassis bo'lib chiqishingiz mumkin. Va bularning barchasini siz offline tarzda mentor va kuratorlaringiz yordamida o'zlashtirib borasiz. Kursimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Telegram bot orqali navbatdagi videorolikimizni tomosha qilishingizni so'rab qolamiz. Aynan ushbu kurs yordamida siz bizning o'quvchilarimizga o'xshab hayotingizni mutlaq o'zgartirishingiz mumkin. Bugungi ishni ertaga qoldirmang. Kursimizda ko'rishguncha.